giroy ota-onalarimizni bir xalqimizga ko'rsatib, Arava hadiya fondidan keldik. Shu qahramon akamizni Innovateja biz Arava hadiya fondidan keldik. Shunda qayrimdorlik fond elder pulimni jintib, shunday bir javuz yashaganlarda, bunday aytganda qiynalib qolgan семьяларga qarab, ziyorat qilib, duosini olib yuribizda. Bu yerda ejamiz o'zi yoshlik paytida mezgilida doktor bo'lib ishlagan, uzoq yil elda xizmatida bo'lgan. Hozir bu yerda jiyaniga qarab, bu yerda turadi o'zini. Bunday aytganda baldari yo'q, kuyosi yo'q, boquvchisi yo'q. Shu akamizni xizmatini qilib, shu yerda yashab, duosini olib yuradi. Ejama Alloh taolo, Alloh rozi bo'lsin sizdan eja. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ko'p umr ko'ring, ko'p duo qilib yuring biza. Alloh taolo siz duoyingizni olib yurish bizga nasib qilsin. Shunaqa ekan endi bu hayot. Alloh taolo har bir bandaga o'z yengilligini bersin. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa jannatlarda Alloh taolo sizni qasrlari bilan siylaydi. Alloh taolo sizga qasrlar bersin. Allohim tanjoninga saqlasin. Alloh qo'shganlaringizdan kuzataring. Amin, amin. Himmatingizni Alloh bersin. Amin. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Sizmisiz? Bola chaqalar. Allohga shukr, yaxshi. Assalomu alaykum. Xo'p, birodarlar, bu kelgan semyamiz oktyabr uchastkasida akam bilan xolam o'zi yolg'iz yashashadi mana shu yerda. Sharoit shunday og'ir so'zlashishda tarafdan nimaga olingan, spiskaga olingan, ro'yxatimizda bor semyalarimizdan. Alloh rozi bo'lsin. Hammanglar Alloh taolo qilgan ehsoninglarni qabul qilsin. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar opa, aka, siz ham salomat bo'ling, tinch bo'ling. Allohga omonatsizlar. Inshaalloh kela xabar olib turamiz. Xo'p. Rahmanir-Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qahramon aka, assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ha, mashalloh. Shu qahramon akamizni Alloh yengillik bersin. Mana ko'plashib kelib, mana xabar olib, ejamizdan Alloh rozi bo'lsin. O'zi kelib qarab, bu kelnayamizni qaynag'asi bo'ladi. Shunday bir og'ir sharoitda, shunday jasorat bilan, shunday kuch bilan Alloh rozi bo'lsin. Bizni shunday qavmimizda, shunday ichimizda, shunday aytganda xalqimizda giroy opalar bor. Bunday giroy opalarga Allohning jannati bo'lsin. Alloh taoloning mukofoti faqat o'zini jamoli bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Bunday vaziyatda o'zimiz to'g'ri tushunamiz. Bu holatni Alloh taolo ko'rsatmasin. Bu juda ham og'ir holat, birodarlar. Bu odamni bunday aytganda tayinlari bo'lsin, bu odam taomlanishi bo'lsin, bu odam yuvinish ishlari bo'lsin, hammasi mana shu opamiz bo'ynida. Bu opamiz haqlariga duo qilib qo'yinglar. Bunday opalarimiz bizni xalqimizda ko'paysin, bunday matonatlik, bunday sabrli onalar, bunday opalar, mana shunday qayni singillar ko'paysa, bizni xalqimiz yaxshi yashaydi. Qavm o'zini o'g'naganda, lekin qavm o'g'naladi. Har kim o'zini o'g'nashlik kerak bo'ladi. Bunday opalar yo'q, bunday aytganda aka-ukalar. Alloh rozi bo'lsin. Bu akamizni akasini ayoli bo'ladi. Bu yoq qaynag'asi bo'ladi. Shu qaynag'asiga qaraydi-da. Bunday aytganda o'zini jigaridek qaraydi aka-ukalar, o'zini jigaridek. Alloh taolo rozi bo'lsin shunday opalarimizdan, mashalloh. Juda ham chiroyli, yaxshi holatda qaralganda akalar. Bunday aytganda uhud qilingan, tashlab yuborilmagan. Ko'ryapmiz bir videolarda, boshqada tafsili videolar ko'ryapmiz. Bunday odamlarni bunday aytganda ko'pchilik tashlab yuborgan, xuddi hech kim kerak emas bo'lgandek-da. Allohga hamd bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin mana shunday opalarimizdan. Bunday ejalar bor bo'lsin bizning qavmimizda. Alloh rozi bo'lsin. Bizni haqqimizga duo qilishda unutmanglar. Sizlar duoinglar ijobat inshaalloh.
haqlarimizga duo qilib turinglar. Inshaalloh kelib turamiz, xabar olib turamiz akamizni. Olsun. Mana shu bolalarda Alloh umrini bersin. Sizni ham umringizni bersin. Bola chaqa bilan tinch bo'laylik. Zamonimiz hammadan tinch bo'lsin, to'qchilik bo'lsin. Rahmat shu bolani shuncha eslab kelibsizlar. Qilgan odamlarga ham katta rahmatlarni aytamiz. Aynan hammani umrini bersin. Uzoqdagi safardagi bola chaqalarimiz tinch bo'lsin. Boshqa nima ham dedim. Shu bolani yo'qlab kelibsizlar. Rahmat. Ham Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Keling bir bag'rim yo'li. Onam. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Allohga. Onajonimiz oktyabr uchastkasida o'zlari yolg'iz yashaydi. Alloh rozi bo'lsin. O'zi yolg'izligiga qaramasdan shunday sharoitlarda, sovuqlarda qiylanmay yaxshi o'tiribsizmi? Tinchmisiz? Biz Arava Hadiya Xayrimdulov fondidan so'zlashdagi opamiz bilan sizni xabar olib, duolaringizni olib ketaylik deb keldik-da. Oyoqlaringiz og'riydimi? Oyog'im operatsiya bo'lgan 2 marta. 2 marta operatsiya. Hozircha og'rimaydi. 2 yil bo'ldi. Yaxshimisiz o'zingiz ish qilib? Nima qiyinchiliklar bor? Qiyinchiliklar bormi, yo'qmi? Qiyinchilik bor, aytsak, ko'p dunyoni nimasini. Ha, subhanalloh. Ya'ni qiynalishlar dard bo'lmasin. Alloh taolo yengillik bersin. Xudoyim bersin. Xolajon, bir haqlariga duo qilasiz, ehson qilib bizdan jo'natib olganlarning haqlariga. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sizni xabar olib keldik-da. Biz Arava Hadiya Xayrimdulov fondini yigitlari sizni xabar olib, duoyingizni olib ketaylik deb shu so'zlashdagi opamiz bilan birga keldik-da. Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Ejamiz oktyabr uchastkasida o'zi yolg'iz yashaydi. Boquvchisi yo'q, bola chaqalari yo'q, o'zi yolg'iz. Shu yerda ancha-muncha jiyanlari kelib, birga yordamchisi bo'lib, turishib, yurishib turadi. Eja, qanday yana? Yaxshi bo'ldingizmi? Bir duo qilib berasiz endi bizga bu ehsonlar yig'ib berib yuborgan xalqimiz duoyingizni olaylik deb jo'natib yubordi bizdan. Amin. Shu qilgan ehsonlaringlarni Xudoning o'zi dargohida qabul qilsin. Umringiz uzun bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Doim ishlaringiz yaxshi oldiga yurishaversin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Hukumatimiz dunyomiz o'rnida yuraversin. Sog' salomat. Rahmat. Bir qiyinchiliklar yo'qmi? Bizga xizmatlar yo'qmi? Bo'lsa tortinmay ayting. Assalomu alaykum. Xolajonim bormi? Xolajonim, biz bilasiz Arava Hadiya fondini shu xizmatida yurgan yigitlar bugun mana so'zlashdagi opamiz bilan kelib, shu yolg'iz yashayotgan onalarimiz, otalarimiz, shunday oilalarda xabar olib, duosini olib yuribmiz. Shunga bir ehson qilgan aka-ukalarimiz haqlariga bir duolar qilib berasiz, Xudo xolasa. Nima? Bu ehson qilganlar xalqimiz, shunday mana shu onalarimiz xabar olib kelinglar deb biz jo'natishdimda aytganda vakil qilib bizga ishonib, Alloh rozi bo'lsin bular ham. Aka-ukalar bu onamiz ham shu Abdulla maktabning orqasida oktyabr ko'chani boshidaglar o'zlari yolg'iz yashaydi. Qancha yillardan beri bu xolajonimizni biz yaxshi bilamiz. O'zi yolg'iz yashab, aytganda biz yoshlarga ko'p nasihatgo'y berib yuradigan, to'rilarimizda duogo'y bo'lib yuradigan onalarimizdan doim xolajon siz ham salomat bo'ling. Bu umringizga Alloh taolo yana umr bersin.
doim uzoq vaqt bizni duo qilib, shunday xalqni xizmatida, bunday aytganda shunaqa maslahatgo'yi bo'lib yurish Alloh sizga ham nasib qilsin xolajon. Xalqimizga yana duo qilib bersangiz, biz sekin yana qolgan oilalarga yo'l olardik. Ilohim, Ilohim, Ilohim. Meni yo'qlasanglar, Alloh sizlarni yo'qlasin bolam. Amin. Tanjoninglar sog' bo'lsin, to'roylarni ham. Amin. Bola chaqanglar bilan tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Hamisha xalqni xizmatini qilinglar. Bolalaringlar baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, o'rinlik, o'choqli bo'lsin, izzat, hurmatli bo'lsin. O'zinglarni singari bola chaqanglar mehribon bo'lib, xalqqa xizmat qilsin. Amin. Xolajon, Allohga omonatsiz. Biz sekin qayt deganda. Yuringlar, choy Hop. ichamiz, choy. Assalomu alaykum. Keldik. Xolajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Yoshimga yetib, Amin. menga o'xshab chevaralarni ko'ringlar. Amin. Aytgansiz. Chevaralarim bor, Allohga shukr. Mashalloh. O'g'lim bor O'zbekistonda, ashyoqda otasini joyida qolib ketgan. Bu ikkinchi ro'zg'orim edi. Cholim yaxshi kishi edi, o'tib ketdi. 1 yildan o'tdi. O'zim o'tiraman. Hani qizim, bitta qizim 10da o'qiydigan o'g'li bor. Ashi kechqurun kelib yotadi, ertaman maktabga ketadi. Endi Allohga shukr, sizlarga ham rahmat, hammanglarga rahmat. Meni yoshimga yetib yuringlar, Parvardigor. Hammanglar umringlaringiz rizqinglar, mato'ylar bor. Oltin boshinglar omon bo'lsin. Bolalarni rohatini ko'rib yuringlar, qolmanglar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akamiz shu mahalla ayil boshchisi bo'ladi. So'zlashdagi opamiz yordami bilan keyin yana oilaga yetib keldik. Xo'sh tog'amizni gruppadagi qizlari bor. O'zi shunday bir biz nimamiz uchotda turadigan oilalarimizdan shu pravdalarni olib kelib, Xo'sh tog'a, xalqimiz sizga kam bo'lsa ham pravdalar berib yubordi. Shularning haqlariga bir duo qilib berasiz endi. Duo qiling. Assalomu alaykum. Xo'sh tog'a, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xo'sh tog'a, biz Aravon Hadiya fondini xizmatidagi yigitlar so'zlashdagi opamizni yordami bilan keldik. Opamiz xabar olib qo'yaylik deb. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, biz shu Zelnimosda shu opajonimizni yo'qlab xabar olib keldik. Opajonimiz ko'rib turibsizlar, so'zlashda tomonidan uchatga olingan gruppada turadigan opalarimizdan. Bu opamizga onaxonimiz, tog'amiz o'zlari xizmatini qilib, shu yoshlar katta bo'lishiga qaramasdan shu qizini qarashib, toza olib, toza kiyintirib yurishadi. Shu otalarimizga, onamizgadan ham Alloh rozi bo'lsin. Birodarlar, hammamizga Alloh taolo shulardagi bir sabr, bunday matonat, bunday halimlik Alloh taolo bizlarga nasib qilsin birodarlar. Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh tog'a, salomat bo'ling. Alloh taolo ajringizni faqat jannatlar bilan bersin. Xolajon, sizni ham Alloh taolo jannatlari bilan siylasin. Bunday bir bunday aytganda holatda qiyin biz tushunamiz sizlarni. Biz ko'plagan semiyalarga boramiz. Ba'zi semiyalarda bunday aytganda tashlab yuborgan oilalar bor. Lekin sizlar tashlab yubormasdan mana shunday toza yuvib, toza qarab, mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Bunday aytgan odam ko'zni quvontiradigan ishlardan qavmimizda, elimiz ichida sizlardek bir sabrli odamlar ko'payarsin. Aytadi-yu, odam bo'lsin o'zi o'ynasa, jamiyat o'ynaladi. Hammamizga Alloh taolo shunaqa bir halimlik, sahiylik beradigan bo'lsa, inshaalloh jamiyatimiz o'ynalib, albatta biz ichimizda yomon odamlar qolmaydi birodarlar. Doimgidek sizlarga aytib o'tamiz, biz shunday semiyalarga borib xabar olib,
shunday og'ir sharoitdagilarga yordam berishligimiz uchun bizga albatta homiylar kerak bo'ladi. Homiylar uchun biz doimo videolarimiz ostida karta nomerlarimiz, aloqa uchun telefon nomerlarimizni qo'yib boramiz. Ularga iltimoslar, bee'tibor bo'lmaysizlar. Bu chiqarayotgan videolarimiz kengroq tarqatib, xalqimizga ibrat uchun bu narsalarni ko'rsatib, shunday aytganda geroy ota-onalarimizni xalqimizga ko'rsatib, biz shunday ota-onalarni farzandlarimiz biz ham kelajakda shunday bo'lishimiz kerak degan bir-birimizga targ'ibot sifatida shu videolarimizni chiqarib, layklarni bosib, bizlarga yordam berib qo'ysanglar, ancha bir yaxshi bo'ladi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo sizlarni ham, bizlarni ham shunday bir solih amallar ustida o'zi sobit qadam qilsin. Bizlarga ko'mak bo'lgan aka-ukalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Biz shunday davlatimiz tomonidan so'zlashdagi opalarimiz shunday bir seminarlarimizga borib, dalolat qilib, shular bilan biz bilan bunday yelkama-yelka turib, bularga olib kelgan opalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Haqlariga duolarda unutmanglar. Boshlig'lar ham biz hech qachon haqimizga duolarda unutmanglar. Biz ham Alloh taolo shunday sobit qadam qilsin. Mashalloh. Salomat bo'linglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Boshlig'lar bir duo qilsangiz biz borardik. Sizning kunlar bo'lsin, kelganinglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Alloh sizlarga ham uzoq umrlarni bersin. Bola Amin. chaqalarga havasini ko'ringlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Alloh yana ham sabr bersin sizlarga. Alloh yana uzoq umr berib, uzoq vaqt duogo'yimiz bo'lib yurishni Alloh sizlarga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Biz qaytdaganda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz sahiy birodarlarimiz. Biz Alloh fazli bilan mana bugun 10 ta semiyani Alloh fazli bilan produktlar bilan ta'minlab, ularning duolarini olib keldik. Alhamdulillah. Boringlarga shukr birodarlar. Birodarlar, biz bu oilalarga un va ko'mir olmadik. Buni sababi bularning bundan ehtiyoji yo'q edi. Biz olib borgan produktlardan ehtiyoji borligi uchun ular xamirdan bunday aytganda yosh katta oqsoqol, yosh katta xolalar va nogiron oilalarga borganligi sababidan bularni xamir qilishlikka quvvati yo'q. Shuning uchun biz u narsalarni emas, o'rniga boshqa narsalarni qilib olib bordik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bunday ihsonlarda Alloh taolo siz bilan bizni bardavom qilsin. Doimo bunday holatdagi onalarimiz, tog'alarimiz, bunday aytganda nogiron opalarimiz tashlab qo'ymagan xalqimizdan Alloh rozi bo'lsin. Doimo bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz bilan yelkama-yelka turishlikni har doim sizlarga Alloh taolo nasib qilsin, bizlarga ham nasib qilsin. Doimo bu videolarimizga layk va podpiskani bosib qo'yinglar. Buni shunday ulashib qo'yinglar. Qarab qo'ymang. Birodar, doimda ko'rib turganingizdek ostlarida karta nomerlarimiz bor. Ularga siz bee'tibor bo'lmang. Chunki sizga raqamlar yetib bordi. Sizda imkoniyat bor. Siz bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Alloh taolo siz bilan bizga buni ajrini faqat Jannatul Firdavslarda bizga taqdim etsin. O'zini husni jamolini ko'rsatishni bizlarga Alloh taolo nasib qilsin birodarlar. Bizlarni Alloh taolo doimo shunday solih amallarda bardavom qilishni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.